Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli kuzatuvchilar. Qolaversa, Andijonda rassomlar festivalida ishtirok etayotgan aziz ustozlar, rassomlarimiz, foto rassomlarimiz va barcha ijodkorlar, barchangizga yana bir bora xayrli tong tilayman. Bugun yana bir yangi kunni qarshiladik. Festivalning 4-kuni 3 kun davomida juda ham qiziqarli, unutilmas voqealarni guvohi bo'ldik. Mana bugun mehmonlarimiz Andijon shahri bo'ylab sayohatga chiqadilar. Andijonning go'zal joylarini birgalikda sayohat qilamiz. Hammangizni festivalning bugungi kuniga taklif qilamiz, chunki bugun oxirgi kun azizlar. Festivalda g'olib bo'lgan g'oliblar aniqlanadi va rasmiy tarzda yakunlanadi festival. Shuning uchun azizlar, mana shu tarixiy va qutlug' sanada, ya'ni festivalda biz bilan birga bo'lishingizni istab qolardik. 3 kun davomida kela olmagan yurtdoshlarimizni, andijonliklarni bugun albatta tashrif buyurishlarini so'rab qolamiz. Kun davomida yaxshi yangiliklardan xabardor qilib borishda davom etaman. Sizlarni yaxshi ko'ruvchi, hurmat qiluvchi Nazira Boymurodova. Aziz do'stlar, ustozlar, barcha ijodkor do'stlarimiz, bugun mana shu festival bahonasida nafaqat mana shu festivalni nishonlamoqdamiz, balki ajoyib bir tug'ilgan kunlari ham bo'lib o'tmoqda. Mana bugun oramizda Navoiy viloyatidan kelgan hunarmand opamiz Gulshan opani tug'ilgan kunlari ekan. Hozir jamoamiz bilan birgalikda ana shu qo'lgir opamizni tabriklaymiz. Aziz do'stlar, barchangizga xayrli tong tilayman. Yana bir bora bugun festivalning 4-kuni hammangizga barakali ijod tilagan holda bir e'lonni aytib o'tmoqchiman. Bugun Navoiy viloyatidan kelgan hunarmand opamiz Gulshan opamizni tug'ilgan kuni bir tabriklab, olqishlab qo'yamizmi? Gulshan opa! Rahmat. Bunday omadli sana har kimga ham to'g'ri kelavermaydi. Gulshan opa, hayotingiz hamisha mana shunday yurtimizning go'zal bayramlarida, Navro'z bayramlarida, festivallarda bo'lib o'tsin. Mana sizning tug'ilgan kuningizni Andijon viloyatida nishonlanyapmiz. Xayrli bo'lsin. Hamisha bizni va farzandlaringiz, oilangiz baxtiga sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat. Bugun chaqaloq bo'lgani uchun bolalar haqida qo'shiq aytib beraman. Maylimi? Shunaqa. Ayting. Hamma jo'r bo'lsin agar xohlasa. Mana. Tulpor dilida egar, shamol navdani egar, yuragim tulpor bo'lsa, bulut boshimga tegar, qirg'iy qanotin yozar, qirda aqlida nazar, ming qirlarda yugursam, olamni shamol bosar. Qirg'iy qanotin yozar, qirda aqlida nazar, ming qirlarda yugursam, olamni shamol bosar. Rahmat, bu qo'shiq siz. Yashin. Jup bo'lsin. Ozgina. Indizki ham xohlashyapti ana. दोस्तना रहा, प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा, दोस्त ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा. Rahmat. Bugun aslida hammamiz tug'ilgan kunimiz, ijodkor sifatida yangidan dunyoga kelamiz, to'g'rimi? Hammamizga uzoq umr tilaymiz, Gulshan opamizga yanada ko'proq umr tilaymiz. Sog' bo'ling. Rahmat. Yurtdoshlar, hurmatli vatandoshlar hamda festival ishtirokchilari, bugun mana shu biz butun jamoa bilan
mana shu Andijon shahri bo'ylab markaziy joylarni, diqqatga sazovor joylarni aylanamiz va bu bejizga bo'lmayapti. Mana kuni kecha festivalning ochilishida hokim va mana shu Andijon viloyatining hokimi so'z berdilar. Kimda bir yaxshi taklif bo'lsa, rang tasvir bo'yicha bo'ladimi, haykaltaroshlik bo'yicha bo'ladimi, grafik bo'yicha bo'ladimi yoki boshqa yo'nalishlarda qaysi yo'nalishda bo'lishidan qat'iy nazar biror bir muallifni fikri ma'qul bo'lsa, hokim buva tarafidan 50 million so'm sovg'a beriladi. Shuning uchun hozir mana shu e'lonni o'qib eshittiraman. Aziz hamkasblar, ustozlar, jurnalistlar, fotorassomlar, haykaltaroshlar, grafik rassomlar va tasviriy san'at ustalari, bugun mana shu Andijon viloyatini aylanishdan maqsadimiz, mana hokim buva so'z berdilar. Mana shu binolarni ko'rganimizda, qanaqa binoni ko'rsak ham, masalan, sizda qanaqadir fikr tug'ilsa, mana shu joyga bir rasm chizish kerak yoki haykal asarni qo'yishimiz kerak degan chiroyli taklif bo'lsa va o'sha binoni rasmini olib qo'yasizlar va shu taklifni berasizlar. Taklif ma'qul bo'lganda, hokim buvaga ma'qul bo'lsalar, 50 million pulni shundoq olib ketasizlar. Ma'qulmi? Har biringizga. Talqishlab qo'yaylik hokim buvamizni. Hamma eshitdimi e'lonni? Shunga qarab harakat qilamiz. Aziz do'stlar, mana shu rassomlar festivalini kuzatib borayotgan doimiy kuzatuvchilarimiz, mana hozir biz Andijon shahri bo'ylab sayohatni boshladik. Xudo xohlasa ushbu sayohat barchaga yoqadi degan umiddamiz. Andijonga kelganki, xalq Andijonning xalqi birinchi o'ringa kirib turib deyapti. Kirib turib mana buva qilib his qiladi o'zini. Mana bitta soat deyapti. Soat nechga oladi? 50 ming, 30 ming, 40 ming, bolaga 100 ming, 500 ming oladi. Yoki 50 ming dollarlik soat qo'yamiz. Mana ko'rasiz, qanaqa yashash kerak. Hayot qanaqa o'zini boy his qilish o'rniga ana shu mana 50 ming dollarga keladi yetadimi? Ana shuni harakatini qildik. Ongini oxirida. Mana shu yerda rasmga olib qayerga nima qo'ysa bo'ladi. Yaxshi hayotga butun shaharni aylanishdan maqsad, shaharni bezatish. Bu tomondan ham hamma fikrga 50 million qo'yilgan. Ha? E'lon qilindi. Azizlar, ijodkorlarimiz mana shu binolarga qarab, mana shu yerga nima qo'yish mumkin, haykal qo'yish mumkinmi yoki tasviriy san'at asari chizish mumkinmi, qanday bezash mumkinligi haqida e'lon berilgan. Mana shu Andijon viloyati hokimi tarafidan ijodkorlar hozir qarab ko'rib chiqishadi. Kimni taklifi qabul qilinsa, 50 millionlik sovg'a bor ijodkorlarga. Hammaga omad tilaymiz azizlar. Mana shu ijodkorlarimiz yanada ziyrak bo'lib, e'tiborli bo'lib, mana shu binolarga qarab Andijonni ko'rkiga ko'r qo'shadigan chiroyli takliflarni berish kerak. Mana hamma ijodiy boqyapti hamma joyga. Mana chindan ham chiroyli maskanlar bo'ladi hali bu yerlar. Ayniqsa ijodkorlar nigoh bilan qaraganlar. Hamma yoq chiroyli bo'lishiga shubhamiz yo'q. Demak, har bir ijodkor mana shu binolarga yarashadigan o'zlarining asarlarini taklif qilishlari kerak. Va mana shu asarlar mana shu yerda doimiy qo'yiladi, insonlar tomosha qiladi va xalq bundan bahramand bo'ladi. Hormanglar yigitlar. Charchamanglar. Ajoyib. Rahmat. Mana hamma yoqda mana shu Andijonni go'zallashtirish ishlari olib borilmoqda. Chiroyli binolar quriladi. Biz rassomlar festivalida mehmonmiz. Toshkentdan keldik. Festival bo'lyapti. Hamma Toshkentlik emas, O'zbekistonning hamma viloyatlaridan kelishgan rassomlarimiz. Mana Andijonni mana shu go'zal xiyobonlarga o'zlarining asarlarini tavsiya qilishadi. Xush kelibsizlar Andijonimizga. Rahmat. Xizmat bo'lsa mashina. Rahmat, sog' bo'linglar. Ha? Ha. Ustalar eng mehnatkash xalqlar, insonlar.
Nimalarni o'ylayapsizlar endi? Nima qo'ysak bo'larkin bu yerga taklif? Shuni o'ylayapmiz biz. Chiroyli takliflar kutib qolamiz. Sir. Xo'p, xo'p. Hech kimga aytmayman men. Faqat do'stlarga. Mana biz ham mana shu jamoani ichida ketyapmiz, takliflarni o'ylab. Alloh bizga yaxshi takliflarni ko'nglimizga solsin. Mana shu Andijonni go'zalligiga, chiroyiga chiroy qo'shadigan yaxshi takliflar bo'lsin hammadan. Mana azizlar, butun O'zbekistondan kelgan, barcha viloyatlardan kelgan eng sara ijodkorlar mana shu Andijon shahrining Uzumzor ko'chasidan odimlamoqdamiz. Hammani ko'nglida bitta savol: qanday chiroyli g'oya bersam, mana shu Andijonni go'zalligiga, chiroyiga chiroy qo'shsam degan bir ezgu fikr bilan hamma odimlamoqda. Barchaga omad tilayman. Bilaman, bu ijodkorlar eng go'zal takliflarni berishadi va bu taklif albatta hokim buvamizga ma'qul keladi. Hammaga xayrli kun. Kayfiyat. Hammaga yaxshi kayfiyat tilayapman. Chunki kayfiyatsiz ish bo'lmaydi. Mana qancha ijodkorlarni bir joyga to'pladi bu festival. Juda ham xursand bo'lishdi mana shu festivalda ishtirok etishayotgandan. Chunki hayot tashvishlari bilan bo'lib hamma ham bir-biri bilan uchrasha olmaydi. Lekin mana shunday Andijon viloyatining Bobur shahrida mana shunday festivalni o'tkazilishi hamma uchun ayni muddao bo'ldi deb o'ylayman. Hammaga rahmat buning uchun. Rahmat. Mana azizlar, shaharni barcha go'zal joylarini ko'rishmoqda. Qanday? Mana ijodkorlarimiz piyoda chiqishyapti. Bu juda ham yaxshi. Ham sog'lik uchun, ham o'ylash, mushohada qilish uchun piyoda yurish juda ham sog'liqqa ham foydali azizlar. Mana bugungi tongimiz mana shunday yurish bilan boshlanmoqda. Bu hammaga yoqyapti. Har kuni mashinada yurish ham biroz charchatganda, mana bugun mana hozir mana shu Bobur bobomiz haykali joylashgan yerga kelyapmiz bog'ga. Andijonda hayot qaynamoqda. Juda ham esda qolarli hodisa. Qarang, mana bu gullarni chiroyliligini qarang. Mana shu gullarni ekkan insonlarning qo'llari dard ko'rmasin. Butun ijodkorlar nomidan katta rahmat aytaman. Mana azizlar, barcha ijodkorlar mana shu Bobur bobomizning haykali yonida to'plandik, esdalik suratlariga olindi. Hamma yaxshi kayfiyatda, yaxshi g'oyalar bilan mana shu festivalning 4-kunidan esdalik videolari, fotolarga tushmoqda. Andijonga go'zal bir tilagimiz Bobur shahriga hamisha gullab yashnayversin. Rahmat. Rahmat. Bobur bobomizning ruhi ham shod bo'lsin. Mana bolajonlarni qarang, ko'zingiz quvnaydi. Andijonning kelajagi bu yoshlar, to'g'rimi? Bobur bobomizni yaxshi ko'ramizmi? Qaysi ruboisini, g'azalni bilamiz? Birga aytamiz, qani? Aferin. Har kimki yomon bo'lsa, jazo topqusidir. Bormang ustoz, charchamadingizmi?
Kayfiyatlar qanaqa? Zo'r, yaxshi. 50 millionli g'oyalar kelyaptimi? Ha, yaxshi ketyapti. Menga ayta olmaysiz hozir baribir. Malades mana shu qizimizga juda tadbirni zo'r olib boryapti. Malades bayramona shukuqda avtobus bormi, bayram bog' bormi? Rahmat, Malades, sizga rahmat. chiroyli o'tkazyapti. Bizni vazifamiz. Sog' bo'ling. Sizlar kulib, xursand bo'lib ketsangiz biz xursandmiz. Xudoim kiryapti-da siz intervyularingizda. Rahmat, sog' bo'ling e'tiboringiz uchun. Mana azizlar, mana shunday yaxshi kayfiyat bilan ketmoqdamiz. Eng yaxshi tarafi ijodkorlar bir-biri bilan yanada yaqinlashmoqda, tajriba almashmoqda, fikr almashmoqda. Mana shuni o'zi festivaldan ko'zlangan asosiy maqsad deb o'ylayman. Chunki ijodkorlarni mana shunday ajoyib festivallar, yaxshi tadbirlar birlashtiradi va ular hech qachon ajralishmaydi. Mana avtobuslarga qaytishmoqda mehmonlarimiz. Hormang, yaxshimisiz aka? Yaxshi, rahmat. Xudoga shukr. Hormanglar, charchamanglar. Ko'rishguncha. To'xtab turing, men qolib ketyapman. Oz qoldi. Mana keldik azizlar. Mana sayohatimiz davom etmoqda. Hamma shu yerdami? Yaxshi. Mana juda ham chiroyli sayohat bo'ldi. Endi har bir ijodkor o'zini g'oyalarini hokim buvamizga yetkazishadi. Aziz do'stlar, mana bugun ertalabdan chiroyli kayfiyat bilan Andijonning markaziy ko'chalarini, go'zal joylarini birgalikda sayohat qilmoqdamiz. Va bu sayohatimiz ham ijodkorlarimizga katta ilhom bermoqda. Ular hozir xayolda mana shu qanday asar yaratsam ekan degan bir go'zal fikr bilan mana suhbatlashib ketishmoqda. Xudo xohlasa, kelajakda bu festivalning keyingi yillarda o'tkaziladigan nima deydi, jarayonlarida mana shu ijodkorlarning ishlari o'rin oladi degan umiddamiz. Mana yana keyingi manzillarga yo'l olmoqdamiz. Bu yer Eko Park tarafga ketyapmiz. Mana azizlar, Andijonning barcha shahar ko'chalarida mana shu yangi binolarni ko'rishimiz mumkin. Zamonaviy bog'-rog'larni ko'rishimiz mumkin. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, bugun Andijon ahli Toshkentga borib o'tirishiga hojat yo'q. Ular mana shu turli Andijonning viloyatlardan, tumanlardan kelib mana shu Andijon shahrida o'zlarini xuddi nima deydi, poytaxtda yurgandek his qilishlari uchun barcha sharoitlar yaratilmoqda. Bu esa albatta ijodkorlarning nazaridan qochmaydi. Ular har bitta binoga sinchiklab nazar solishmoqdaki, qaysi binoga qanday san'at asari yarashadi. Demak, bugun bizning sayohatimizdan asosiy maqsad hokim buvamiz, Andijon viloyat hokimi so'z berganlaridek, kimning taklifi o'tadigan bo'lsa, ular o'zini g'oyasi uchun 50 millionlik sovg'ani olib ketadi va o'z asari bilan Andijonning go'zalligiga hissa qo'shadi. Mana bu binolarni qarang. Poytaxtdan qayeri kam Andijonning? Hech qanday kam joyi yo'q azizlar. Shu sababli sayohat qilishda davom etamiz. Mana bu daraxtlarga qarang, qanday bezak berib turibdi. Yashillik bor joyda hayot bor. Yashillik bor joyda go'zallik bor azizlar. Hamma shu 224 deb nomlangan Eko Parkga kelishmoqda. Bu yer markaziy joylardan biri hisoblanadi va butun andijonliklar mana shu go'zal bog'da hordiq chiqarishadi, go'zal bayramlarni birgalikda nishonlashadi.
Va bugun biz ijodkorlar ham mana shu go'zal maskanga keldik. Azizlar, Andijon ekoparkini aylanib chiqishda ijodkorlarimiz. Endi mana shu bog'larga yarasha go'zal asarlar yaratiladi. Mana suvlar chiqmoqda. Suv obi hayotdir. Endi yana avtobuslarga qaytamiz. Sog' bo'ling. Charchamanglar, azizlar, do'stlar. Ganalar bağlasın, zaman basın. Ganalar bağlasın, zaman basın. Can dolaşır, açılıp göz olmasın can. Açılıp göz olmasın can. Andijon ko'chalarida sayohat qilmoqdamiz. Bor ekan. Vatan taqdirini yoshlar tarbiyasi hal qiladi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning so'zlari ekan. Shundan ham tarbiyada gap ko'p azizlar. Vatan taqdirini yoshlar tarbiyasi hal qiladi. Azizlar, yana bir go'zal joyga keldik. Shu Mahaybat Burgut haykali ham ijodkorlarga ilhom beradi albatta. Mana shunday katta ijodiy asarlar yaratishlariga ilhom berishi tayin. İşleyen oldu bu disiplinler yoshligimizda kafe marosiydi. Ozgina o'zgartirishga mana nagi o'xshash tobog'iga sanchilgan bor-ku, bu bo'lmagan. Bu yerda qancha bo'lgan mashg'ulotdan arkadagi Shu joy haqida chiroyli ma'lumotlar berilmoqda. Marhamat, tomosha qilib, tarixiy joy. İçinde birorta temir karkas bo'lmagan. İçinde hammasi chiqib ketgan joylardan ko'rganmiz. Yog'och konstruksiyalar mana qilib tikkalashgan bo'lgan. Konstruksiya, ichkaridagi hammasi yog'och. Ichkarisidan fanera. Qachon qoplangan? Ha? Klinika qachon qoplangan? Klinika kelgan, tepalarga qoplab qo'yilgan. Hasan deli o'zi deb ko'rsanglar mana. Mana qaranglar fanera. Dunyodagi eng katta burgut hisoblayapman-da. Televizorda topolmadim boshqa. Dunyodagi eng katta burgutni nimasi bu endi? Haykal.
Bu Navoiy park. Navoiy bog'ida mana shu dunyodagi eng katta burgutni haykalini ko'rib turibmiz. Asosiy parkimiz Navoiy. Mana azizlar, bugunning eng go'zal kayfiyatni ko'taradigan lavhasi desam ham bo'ladi. Mana fontanni qarang. Oh! Inson suv bilan tirik. Juda chiroyli. Mana bugun mana shu go'zal opamizni tug'ilgan kuni Gulshan opa, qalay? Tug'ilgan kuningiz yaxshi o'tyaptimi? Xursandmisiz? Bundan o'xshab bo'lmaydi. Doim sog' bo'ling. Tug'ilgan kunda bunday kun bo'lmagan. Rostdanmi? Ha, demak, Shahrida nishonlayapti birinchi marta. aynan juda ham omadlisiz. Tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Rasul aka, siz mana shu yerda katta bo'lgan ekansiz, a? Aha. Shu yerda muzqaymoq yegansiz. Muzqaymoq yeganmiz. Bu yerda Aha. hozirgi meni o'rtoqlarim, Rossiyaga ko'chib ketgan o'rtoqlarimni yana ko'rishib qolsam, Aha. telefonda gaplashsam, burgut turibdimi, tagida marozib yeyilyaptimi deydi. Ha, hozir ham shunaqa traditsiya davom etdi. Bu burgut 93 ga keldi bu. 93 ga kirdi. 93. Ha. O'shancha uchib keta olmayotgan ekanda. Endi O'zbekistonda qoladi. Ha, O'zbekistonda endi bu burgut bizni tariximiz bo'yicha hozir shunaqa bir yasalganki yog'ochdan. Ichida temir ishlatilmagan. Buni men internetda kavladim. Dunyo bo'yicha eng katta burgut hisoblayapman. Buni yana bir Va eng yoshi ulug' burgut. yoshi ulug'ligidan tashqari dunyo bo'yicha eng katta burgut haykali shu bu. Tushunarli. Juda yaxshi. Xursandmiz Andijonda mana shunday burgut borligidan. Rahmat. Sog' bo'ling. Endi navbat muzqaymoq yeyishga. Rasul aka bizga muzqaymoq olib beradilar bugun. Hamma navbatga tursin. Qizlar, kelinglar. Bo'ladi. Ya Rasul aka, muzqaymoq kutyapmiz, muzqaymoq. Bugun mana tug'ilgan kun sohiblari bor. Muhabbatxon, qalay, burgutni ko'rib hayajonlandingizmi? Bu dunyodagi eng katta burgutlardan biri hisoblanadigan. Hozir ustozimizdan ma'lumot oldik. Obyektlarga bo'lsin. Ha, bo'ldi, unda tushlik payti kelamiz. Rahmat sizga. Minnatdormiz. Muhabbatxon. Yaxshi, eng katta Hayotda ko'rmaganman burgutni o'zim. Lekin bu yerda haykalini ko'rdim. Anchagina katta. 3 odam chiqdi. Aynan. Sizga qancha kayfiyat berdi? Yaxshi kayfiyat. Rahmat. Andijon juda ham toza, havosi ham yaxshi va odamlari mehmonlar, viloyatda. Minnatdormiz. Sog' bo'ling, xush kelibsiz. Biz ham andijonlik bo'lib qoldik. Azizlar, endi biroz dam olamiz. Aziz do'stlar, biz ayni paytda Andijon shahrining eng markaziy joylardan biri bo'lgan Bog'i Shamol deb nomlangan ajoyib bir maskanga keldik. Bu yerda hozir mana shu Bobur bobomizni chiroyli haykali bor, bu yerda ziyorat joylari bor. Ajoyib guliston yerlar bu yerlar. Hozir birgalikda hammamiz guvoh bo'lamiz. Mana qarang. Mana qarang, mana bu go'zal manzaraga qarang. Mana ijodkorlarga chinakam ilhom bag'ishlaydigan joy. Aziz do'stlar, hozir meni juda ham bir xursand qiladigan voqea bo'ldi. Sababi mana bu yerda farg'onalik do'stlarimiz, qizlarimiz kelishgan ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ular Farg'onadagi vodiylarni kezarman Dilxush deb nomlangan ko'rgazmamga kelishgan ekan, lekin meni xabarim yo'q edi. To'g'rimi? To'g'ri. O'zimiz tanishtiramiz. Men uzoqdan ko'rib tanib qoldim. Assalomu alaykum yana bir marta. Va alaykum assalom. Farg'ona shahar 4-bolalar musiqa va san'at maktabidan tasviriy san'at sinfi o'quvchilarini bugungi tasviriy san'atchilar uchun bayram desak bo'ladi. O'sha bayramga o'quvchilarni olib keldik va bu ijodkor opamiz bilan shaxsiy nima deydi, yuzma-yuz ko'rishib qolgandan juda ham xursand bo'ldim, chunki ijodiy ishlarini muzeyda ko'rganmiz. Hammasini ko'rib xursand bo'lib bahramand bo'lgandik.
o'zlarini ko'rib yana ham xursand bo'lib ketdik. Rahmat, Sog' men bo'ling. juda xursand bo'ldim. Ha. Aytadi, dunyo tor, Shunaqa, tog' bilan uchrashmaydi, shunaqa. inson bilan uchrashadi. Hali ko'p uchrashamiz. Xudo xolasa, xudo xolasa. Yana keyingi yillarda balki yana Farg'ona viloyatida ko'rgazmalar qilaman. Xolasa, kutamiz. Sog' Rahmat, bo'ling. e'tiboringlar uchun. Rahmat. Azizlar, mana shu go'zal maskanda, bog' shamolda barcha ijodkorlar uchun tushuntirish ishlari bo'lmoqda. Kitoblarning hammasi bobomizni Sizlar sayohatimiz ham tugadi. Endi yana mana shu rassomlar festivali bo'layotgan pavilyonga yo'l olmoqdamiz. Yangi O'zbekiston bog'iga, Bobur shahridagi. Havo ham bulutlidek ko'rinsa-da, lekin juda salqin bo'lib turibdi. Bu albatta bizga yaxshi kayfiyat bag'ishlayapti. Chunki issiqda biroz qiynalishi mumkin inson, lekin mana shunday salqin havoda qiynalmasdan ishlashimizga sabab bo'ladi. Mana bog'roqlar, yashilliklar qanday yaxshi. Biz aslida kelganimizdan beri yomg'ir yog'adi deb turibmiz, lekin menimcha mana shu festival tugaganidan keyin bir chiroyli yomg'ir yog'sa kerak deb o'ylayapman. Xuddiki mana shu ob-havo ham mana shu festivalni o'tib olishini kutib turganday bizga yaxshi kayfiyat bag'ishlab turibdi.